Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Katta videoda ko'ryapsizlar, kamroq qo'yyapman. Chunki уже ko'p narsani уже o'zinglar ham o'rganib oldinglar, lekin bugun boshqacha ish qilamiz. Mana mashinavesi yasatib beramiz va boshqacha setka oldim. O'sha setka juda ajoyib va plastmassa emas, sim. Quloq soladigan sim ekan. Rosa yumshoq ham, ishlash juda ham qulay. Xullas kuzatib boramiz, qanaqa chiqqanini, nech pulga bo'lgan ishi, bu ishi nech pulga bo'lishini bilmoqchi bo'lsanglar, ketdik, ishni boshlaymiz. Kstati, bu o'zimizning mahalla, o'zimizning dom, qo'shnimiz uylarini yasatib beryapman. Davom etamiz. Xo'sh, kelinglar, sizlar bilan obzor qilib chiqamiz. Mana qo'shnimiz o'zlarini, naveslarini, teklarini, xullas parezligini, tegligini mana shunaqa chiroyli qilib temirlardan perila yasab olishgan. Juda chiroyli, современный, Euro stil va high tech stilida qilishgan. Juda katta, balandligi 6 metr, menimcha yo'ja 5 metr. Eniga bir 5 metr bo'lsa kerak. Balandligi ham 5, eniga 6 mi? Xullas, eniga 6, balandligi 5 metrli naves yasashgan. Shuni hammasini gul qilishimiz kerak. Tepalari gul, yonlari gul va ozgina materialli kombinatsiya qilamiz. Ko'ryapsizlar, set kelib chiqqanman. Setkamiz ozgina boshqacha variantda, любой xo'stovardan topsanglar bo'ladi. Xo'stovar qurilish materiallari sotiladigan joydan setkani topsanglar bo'ladi. Har holda yashil setka topdim va qaylib turadi, simli quloq soladigan sim ekan. Qulaylik vazifasi bizga mana shu gullarni qotirib chiqqanda juda ham kerak bo'ladi. Sababi gulni yonmachosiga ilganman deb, ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, yonmachosiga ilaman va orada oq atirgul bilan oq barglarni tiqib chiqaman. Men ozgina rang bergim keldi-da, qora rang tiqsam, klientimiz chiqib qora rangga oldirib tashadilar. Dard teksa yuragim choki so'kilar, ko'zidan yosh tomsa qaddim bukilar. Iltimos siz buni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham titday to'kilar.